Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun video lavhamizdagi uskunalarimizni tanishtirib o'tamiz. Ya'ni vakuumli apparatlar to'g'risida bo'ladi. Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan 380 voltga ishlaydi. Tuxum asosiy tuxum mahsulotlari va qandolat shirinlik mahsulotlariga mo'ljallangan apparatimiz hisoblanadi. Vakuumlab havosini chiqarib beradigan uskunalarimiz. 380 voltda ishlaydi. 380 voltda ishlaydi. Bu yangilik. Buni ikki tomonlama qilib ishlatsa bo'ladi buni. 220 voltda ishlaydi. Bizda assortimentlar ko'p. Kimga qanaqa hajmdagi kerak bo'lsa, telefonlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana minisi ham bor, ya'ni bu yopishtirib beradigan uskunamiz. Dazmol uskunalar deydi. Mana buni, bu minisi bo'lsa, bu kattaroq hisoblanadi. Kimga shunaqangi uskunalar kerak bo'lsa, bemalol telefonlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.